darsimizda G'afur G'ulomning vaqt she'ri tahlili bilan tanishamiz. Bugungi darsimizda kim yo'q? Arifmetik Zemat yo'q. Bugungi darsda arifmetik Zemat yo'q. Malakali o'tiramiz. O'quvchilar o'tgan darsda qaysi mavzu bilan tanishdik? Hayot ijodi bilan. G'afur G'ulomning hayot ijodini o'qib, vaqt she'rini yod olib kelishga bergan edik. Kim yodlaydi? Abdurahmon. Buncha ochilguncha o'tgan fursatni katalak umriga qiyos etdik. Ba'zida bir nafas olgulik muddat, ming yulduz so'nishi uchun yetgulik. Barakalla. Yana Yashash soatining oltin kapkari, har borib ko'rishi bir olam zamon. Koinot shu damda o'z qurrasidan yasab chiqa olib yangidan jahon. barakalla. Adina. Yarim soat ichida tug'ilib o'sib yashab umr ko'rib o'tkinchilar bor. Ko'z ochib yumguncha o'tganlar qimmat, bir lahzamizni bir oltin. Barakalla. Judayam yaxshi. Endi hozir G'afur G'ulomni nechanchi yil tug'ilganligi haqida, hayot ijodi haqida qisqacha so'zlab o'tamiz. G'afur G'ulom 1903 yil 10-mayda Toshkent shahrida tug'ildi. G'afur G'ulom vaqt va sog'liq she'rini yozdi. G'afur G'ulom bola asarni yozdi. Yana G'afur G'ulom shoirlik va yozuvchilik qilgan. judayam yaxshi. Yana G'afur G'ulom 9 yoshida otasidan, 15 yoshida onasidan ajraldi. barakalla. Yana G'afur G'ulom 1966 yil vafot etdi. vaqt she'ri bilan tanishish maqsadida quyidagi ta'limiy maqsad bilan tanishamiz. Badiiy asarlardan olgan parchalarni o'z ko'z qarashlarini dalillash uchun o'rinli qo'llash. Dars maqsadimiz G'afur G'ulomning hayoti va ijodiy faoliyatini o'rganish, vaqt she'ri ustida ishlash. O'quvchilar, vaqt deganda nima tushunamiz? Xalqimiz vaqtli debdir, nahli debdir deb ejizga aytilmagan. Barakalla. Ne'matlarning eng ulug'i bebahosi. Barakalla. Judayam yaxshi. Vaqt ketdi, vaqt ketdi degan maqomni ham eshitganmiz. Barakalla. Judayam yaxshi. Bizga yashash uchun berilgan umr. Barakalla. Judayam yaxshi. Vaqt she'rida tarzi yod oling. Kim yod oladi? Chanaz? Uncha ochilguncha o'tgan fursatni kapalak umriga qiyos etgulik, ba'zida bir nafas olgulik muddat yulduz so'nishi uchun yetgulik. Vaqt she'ri Xuncha ochilguncha o'tgan fursatni kapalak umriga qiyos etgulik, ba'zida bir nafas olgulik muddat ming yulduz so'nishi uchun yetgulik. Yashash soatining oltin kapligi, har borib kelishi bir olam zamon. Koinot shu damda o'z ko'rasidan yasab chiqa olur yangidan jahon. Bugungi mavzumiz vaqt she'rining tahlili. Hozir har bir guruh shoir bu she'rida nima demoqchi? Shuni hammamiz daftarimizga tahlilini yozamiz. Ochilguncha o'tgan fursatlar kapalak umriga qiyos etgulik, ba'zida bir nafas olgulik muddat ming yulduz so'nishi uchun yetgulik. Yashash soatining oltin kapligi, har borib kelishi bir olam zamon. Koinot shu damda o'z ko'rasidan yasab chiqa olur yangidan jahon. Yarim soat ichida tug'ilgan o'sar, yashil o'lchamoq uchun oltindan parvoz olmasdan toshmas. Nimlar bilan Tegildim bo'ladi qizning ko'ziga. Fikring sizin ishonmagan tog'asi o'sha qarmoqdan bo'ladi.
tugadi. Uyga vazifa. Biz vaqtdan qanday foydalanyapmiz mavzusida esga yozib kelamiz.